bu quruq ko'lani hichi va do'qma oshqoza arz qilmasin meni. Yigidek birdan yo'qmama bu yansalarniki. Bizning segiz bayam kirsam xemir jug'ur etdik-a. Murakkab qizarligiga o'xshaymiz. O'pganimiz birdan sabr qilib tur. Mana azroq unuvatga jug'uriblar mana. Budir kavab qo'yatdim-ku. Soatda inim 2 soat yo'qab ketib, moshnim shadanglar, budir kavabda. Chandamay aytib, astig nanurvich sizlar. Albatta yo'qda yaxshi. Qani eliqqa qartoqsimni chaqira Ashimit azroq bir g'izalansin. Sardar aka! Budir kavoblar pishib ketdi, tez chiqib. G'izolaning. Ya bu qartoqsimning bir yerlari masmon ekan. Necha kun bo'ldi bu senga o'xshab turgan buningga? Ya men uqmadim jumalash. O birni kirsimo ko'tarib kirgizib qarabsan kuni. Kechdi yossimo jig'ini quchoqlab yotdi deyapsan. So'nggi cho'qim bir masala bor buning so'ngkisidan. Sen bir amal qilib qolsang o'tdimi shuni? Inim bu somkani za yaman sirliq bu somka. Xotanning tashlarida qilib. Tashvamyomoqchilar. Bu somkada var arkadaş, ya taş var ya bir baş var. Aka bu somka mening jinimdimi moyum? İçinde baş varmı, taş varmı, onunla qiziqib ketmanglar. Sizlar texi yosh. Ya fikir. Bilgan, men sen deb qo'yay aniqli gapni. Ani miyag olsa. O'miz ko'chada qolsa bilgan. Men baqo qara gapni birla qaytib qilaman. Agar tushunmasang, yana bir qaytib qilsam bo'ladi. Lekin bir ko'rsatib qo'y, soqam chiqarib qo'y. Asli ko'rsatmaydigan saqam degan gaping qalbimga illiqlik ato qildi. Uning ichida bir sekilli ko'z var. Buvamning buvisining yana bir buvisidan qap qolgan. Buvamdan qolgan asar haqiqa deysa bu yilqi maning bilan chiqib bilan ishlarni bitirdigan emas-ku. Buning ichida bir sekillik deva aka. Hamda u talab qandirligini emas, yeshilmagan sirlarni yeshidigini. Fikrim bundan bu avliyozini bir chaqalmaydimi? Qumdek savollar so'rab, yengil o'tib ketayli degan. Chaqiringlar. Unda olsa men chaqiray aka. Bek o'diqishlar bo'lmasin, hamsa. Chiqay, qara ko'z. Qandara qara ko'z, qirtiri, satta seg'iz, hammanga yaxshimi? Bu qora ko'z qiltiriq deydi-ku, bizning zopiyonlarni ko'ramdi uning bu. Tushunmayman. Zopiyonlarimizni ko'ramiz demsa, voy, hammaniki ko'rmayman. Seshin qilsam qaytolmading-ku. Qabog'imizda Wi-Fi var, indavat sesi. Yana bo'ldiki, bo'ldi balla vaqtni olmaydi, qiltiriq savolimni so'radi. Ya diva, men bir naqshchi degina. Necha vaqtdan yog'ziyo bu naqshlarni aytib baqdim, tazam bo'lammi deyim. Men ash bir naqshi bilan vang deb o'tilib ketadigan bir amaldan birini ko'rsatib qo'ysang. Osh insonlar. Bir naqshi bilan qo'l oldigan deb qapaqoshmi seni bu qanday qilib bir naqshi bilan qo'l oldi? Bag'o, bizning aramizda Kerem Abbasda bir naqshchi var, bir naqsi var. Men deb o'yladim, osh naqsini 5 yil ketgan. Kerem Abbasni demsa, bilamiz. Bizning chazimni xil danqova uniki. O Kerem Abbasni biz surishtirgan. O degan ay san'at oilasi tug'ilgan bolaki, u kichigidan san'atning bilan apilishib bilan cho'ng bo'lib, nurg'un san'at maktablarida o'qib, nurg'un naqshlarni yezib, o'zi tirishadigan bir bolamizga u. Ma yaqinda bir ko'ri naqsha deb bir plastingiz chiqdi. Oshni anglab bizning necha div aka hur yig'lab ketdi. Uning o'zi tanqinmay qapaqvash. Davsam bir naqshi izba. Naqshi izba demsa sen menga sen naqsh yetishdan burun naqshning nimaligini yaxshi bir tushun qildir. Naqshi degan xuddi bir odamga o'xshaydi. Tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Sizlarda shunday bir naqshlar bor, o'lmayotgan,
100 yıl, 200 yıl bo'lgan ta hozirgacha o'lmayotgan bir naqshlar bor. O naqshni aytgan adam vafot bo'ldi, lekin o naqshi hozir beautiful deb atadi. Ba'zi bir naqshlarimiz bor, tug'iladi, 10 yil qolmay o'lib qoladi. Ba'zi naqshlarimiz bor, tug'iladi, 2 yildan keyin o'ladi. Akın bir naqsh tug'ilibki, bolalar bilan ulash berib qarsak, tug'ildi, shu yerda o'ldi. Yana bir naqsh tug'ilibki, chiqaverdim deb borsak, eliq naqsh o'lib tug'ildi. Sen shu vaqtda naqsh etmadingmi? O'zingni ishingni yaxshi qamlashtirib menga qildir. Başka savol so'ranglar bolalar. Qariköz, sen so'rar. Diva apandi, parangni qilishmayli, buningga hadab qo'ying. Naq gap kelayli. Hozir ma'u Yevropaning qistalish musobaqasi davomlashyapti. 7-sizlar İspaniya bilan Italiya top o'ynaydi. Ashlar qaniydigan chiqadiki, kim fitdiki bir dappasangiz men bir sayfiya ilib taqdirimni o'zgartirib olsam. Qaysi komanda futbol demsa Qariköz? To'xta, men sen ko'ztib qo'yay. Lan kapaqni ko'rdingmi? Og'zi batdi mana aslida. Aykun mana og'zini girmani tikib etib, hozir uxlasam bir yerdan so'qqa kiryapti. Ya deyuk, mening bir savolim bor. Mening kelgusidagi bolam qizmi, o'g'ilmi? Satta seg'iz. Senin kelgusidagi bolang o'g'ilga muborak bo'lsin. Isli o'g'ilmika, ajab xush qilding odamni. Biroq shumash bolamning bola tarbiyasidan sal ansirayman jumomin. Satta inem sen nimadan ansiraysan? Bola tarbiyasi deb. Hozirgi maktablarning muallimlari degan dehshat iqtidorli. Balangning yaramli odam bo'lishiga ayta sababchi bo'ladi. Sen xotirjam dadil bo'lib bersan bo'ldi. Shumash bolamning qizlarning kayni kirkitamkin deb ansirayman jumom. Uning ustiga hozir ufqsi yomon chiroyli qizlar jiq. Qizlarning kayni kirkitib, o'qish toza zihni yig'anmam degan deb shuningdan ansirayman. Satta inem, agar sening o'g'ling qizlarga amroq bo'lsa, qizlarni qo'g'latsa, xo'sh bo'lsam bo'ladi-mi? Qanday bildim fuqasi do'yinlarni ko'rayotgansa, agar qizlarni qo'g'lashmay, o'g'illarni qo'g'lashqana qilsa, qizlarni qo'g'lashmay, o'g'lingninki normal bir er bo'lib yetilayotgani. Sen uningdan bek norozi bo'lib ketmasang bo'ladi. Xo'sh bo'lsang bo'ldi yoshlar. Ko'ryapmizki, nurg'un yoshlarni meyliston tuki jiqlik ko'paygida ko'p ketgan. Lekin toshpo'rakdan voz kechgan. Ya adash, ma'u xiljiq nasni biladi ma'u. Biz toza yaxshi savol so'ramadimiz. Nerede pul var ne bir gömülgen kayada altın var diyenlerin bir sorusa bu dedim. To'xta. Buningni men so'ray. Meni fansirim kelmasmi? Mana deb turadi. Mayli. Efendim dibe. Bo'pti, musobaqani deb biramdingiz, uni to'g'ri tushundi. Ekspertlar. Mushu nega oltin ko'milgan, nega pul ko'milgan ani o fuqasiz bir brend deb bermamsizlar bizga qezib bir taqdirini o'zgartmaydimi? Qarikozlar endi o'g'alvoldek savoldan biri so'radinglarmi? Atdiga yo'q, nega paq savolni so'ra. Fuqama? Nima ko'milgan, nega oltin ko'milgan, nega olmos ko'milgan, hammani fuqama. Oltin ko'milgandan birini deb beray, ha? 1 tonna oltin bor. 4-5 ona bamsani ko'taramay qoldi. O'rni bu yo'qdi bu. Tok tugapti. Tok tugapti bak.